Bugun bize Apple Siri'sini N8N bilan ulab ishlatamiz. Siri to'g'ridan to'g'ri kelmaydi. Shortcut ishlatamiz. Shortcut bilan N8N ga requestlarimiz, tekstlarimiz keladi. Aytgan gapimiz keladi, to'g'risi. Xo'p. Buning uchun bizga birinchi o'rinda webhook kerak bo'ladi. Webhook post bo'ladi. Pz farqi yo'q, o'zingiz xohlaganlikka nomlaysizlar. Hop, when last node finishes, bu oxirgi node ishlagandan keyin o'shani oxirgidagi qanaqa javob chiqadigan bo'lsa, o'shani orqaga qaytarib oladi. Ya'ni telefoningizdagi CDga javob qilib qaytarib oladi. Hozir biz AI agent to'laymiz. Chat trigger node connected. Bu ishlamaydi o'z aslida. Boshlanishiga hide turaveramiz. System message keyin yozamiz. Chat modulga men open router ishlataman. Tekken versiyasi hop qn midir? Hop v3. Ya'ni v3 free, shunisi Tekken open routerdan key olish bo'lsa, open routerdan shuni qilib account ochgandan keyin shuni key qilasizlar, create qilib ishlataverasizlar. Create qilib key olinadi, bo'ldi. U keyni shuni qilib bu yerdan new credential qilib shunda botga qo'ysanglar, save qilsa, saqlasa bo'ldi. Ishlaydi. Xo'p. Endi bizga simple memory hozir o'zi xato beradi. Xo'p, shuni ishlatib ko'ramiz. Ishlatishdan oldin biz nima qilishimiz kerak? Buni copyright qilib olamiz, yoki buni copyright qilib olamiz, farqi yo'q, ikkalasi bir xil. Xo'p, birinchi bo'lib biz nima qilamiz? Siri'ni yoqganimizdan keyin biz ovozli yozganimizni tekstga o'tkazib olishimiz kerak. Bu tekstga o'tkazib olganimizni set variable qilib birorta variablega olamiz. Var1. Undan keyin uni biz hop url get headers hop bu yerda qaysi biri get contents of degan bor ekan. Hop get contents of url. Buni qilganimizda var1 emas, biz o'zimizning urlimiz bor, webhookga berib olamiz. Bunga nima qilamiz? Biz get emas, post, chunki naryoqda post qilganmiz, header kerak emas bizga. Buni keyga qanaqa berib olamiz? Webhookga biz berib olishimiz kerak. Key text sifatida valuesiga bizga var1 berib olsak bo'ldi. Bundan keyin biz nima qilamiz? Speak bor. Ya'ni bizga qaytgan javobni aytib beradi, qanaqa javob qaytarayotganini. Xo'p, buni bitta ishlatamiz. Hey, how are you? Bitta always hello qo'ygandan keyin har doim ishlayveradi. Hozir bu yerda body text. Hey, how are 0.4.3 CF network 3860.10.1 Darwin 25.0.0.0 X forwarded host. Intiman recommendable Roxana Grok. Hop. Birinchi biz buni to'g'rilab olishimiz kerak. Hi o'rniga hello how are you. Ya'ni bu yerdan body ichiga text qo'yib berganimizda text keyin bu var1. Ya'ni uni valuesi. Hop. Bunisini hozircha o'zgartirmaymiz. Keyin bizga nima deyapti? Hozir bitta ishlatib ko'ramiz yana. Hop. Hello, how are you? Message error in workflow. Endi biz simple memory define below x shuni olib qo'yamiz. Bo'ldi. Yana bitta ishlatamiz. Hi, how are you?
Output N. Hi, how are you? N. Hi, how are. Bizning output formatimizni buni set qilib subject and message o'zi kerak emas bizga. Nimagadir to'g'ri qaytaryapti. Hop. Simple memory o'zi kerak emas. Hop. Endi hozircha kerak emas. Keyinroq qo'shsak bo'ladi. Hop, bitta shuni pin qilib ishlatib ko'ramiz. Qanaqa javob qaytarishini. Endi yaxshi javob qaytaryapti. Men bu bitta ishlatib ko'rganimizda hozir bilasizlar. Hey, what's up? Output. Hey. Not much, just here and ready to help. What's up with you? Smiling face with smiling eyes and rosy cheeks. Hop, bizga emojilarni chiqarish kerak emas ekan. Keyin men bu output deb aytib qo'yapti. Output o'rniga biz o'chirib bitta space qo'yib qo'ysak bo'ldi. When output fetch don't add any emojis and space emojis turaylik. Emojis hop, xullas bo'ldi. Endi hey, what's up? Message. The requested webhook is not registered. Hint. Click the execute workflow button on the canvas, then Biz self-host qilganimizga ba'zida ngrok xato berib turadi. O'shaning uchun buni ba'zida shunaqa bo'lib qoladi. Message. The requested web. Endi bitta ishlatib hey, what's up? Not much, just here and ready to help. What can I do for you? Endi bo'ldi. Endi ishlayapti. Endi nima qilamiz? Bunga tool qo'shamiz. Ya'ni Gmailga, misol uchun bizning klientlarimiz bo'ladi. O'sha klientlarga email yuborish misol uchun. Hop. Send, bu yerda send message account o'zi qo'shganman men. Buni o'zi aniqlab oladi. AI agent o'zi subject ham aniqlaydi. Ya'ni bu qanaqa bo'ladi? Bizga kelayotgan emailni nima haqidaligi yoziladi. Bu yerda email o'zi bo'ladi. Endi bunga to'g'ri emaillarni olib kelish kerak. Buning uchun bizda qanaqadir kontaktlar bo'lish kerak. Ular bo'lsa, biz Airtable'da bitta ochib olamiz. Hop, yangi table ochib olamiz. Kontaktlar. Hop, bular kerak emas endi. Hop, endi table 1 bo'lib turaversin. Name yo'q, angliskida bo'la qolsin. Walkerga line text, email bo'ldi. Hop, email yozamiz bunga. Walker John hop, hozircha ikkita bo'la qolsin. Chuni order hop, endi qo'shib oldik. Endi nima qilamiz? Bu yerdan
Airtable'ni ulaymiz. Airtable'ni ulash oldingi videolarda ko'rsatganman. Hop. Biza bitta refresh qilib. Hop. Kontaktlar. Get emas bu, search bo'ladi, ya'ni biza kontaktlarni topib olishimiz kerak. Table 1. Bu yerda table 1 turadi, o'shaning uchun table 1. Bu yerda table 2 bo'lishi mumkin, 3 yoki nomi boshqacha bo'lishi mumkin. O'zgartirsa bo'ladi buni. Return. Formula bo'yicha buni ham o'zi aniqlab oladi. AI agent o'zi. Bizga boshqa hech narsa shart emas. Endi biza sistemda prompt yozishimiz kerak. Xo'p, bu yerga bularni birinchi nomini o'zgartiramiz. Search contacts. Send email. Send email. Use this tool to send email for contacts and search contacts. Use this tool to search contacts. Endi bo'ldi, ikkalasini ham yozib qo'ydik. Hop. Gmail qilaman, bu yerda hvgg and ikkalasini ochib olaman. Hop. Hop, buni ikkalasini o'chirib turaman. Почти toza. Hop. Короче. Hop. Endi nima qilamiz? Ishlatamiz. Send email for all my contacts. I have to ask them how is the project is going and how is their family. Hop, sal noto'g'ri ketib qoldi-yu, mayli, ko'ramiz. Birinchi bu yerdan kontaktlarini, emaillarni oldi. Undan keyin bu yerdan ularga yubordi, faqat Message. Error in workflow. Open router terminated. Ko'p ishlataverganga menimcha o'sha xato berib qo'yapti. Lekin bu yerda ko'radigan bo'lsak, qani o'sha yuborgan bo'lish kerak. Send ishlagan bizda chunki. Xo'p. Bu yerdan kelgan. Bunisiga menimcha spam. Bittasiga boribdi, ikkinchisiga uspay chiqmabdi. Checking in on your project and family. Hop, hi Walker deb hvgg ga kelyapti. To'g'ri. Email to'g'ri. Nomi to'g'ri. See project supposedly. Hop. Hammasi yaxshi kelyapti. How many clients I have? Bu xato bermasa yana qaytib contacts bu qaytib boshqa yana so'rov qo'ydi. Type client yana ishlamadi. Bu noto'g'ri bo'ldi. O'zi mana
ikki marta, 4 marta keldi. Endi 5-sida to'g'ri javob olib, Based on the search results, you have 2 clients in your contact. Walker HVJJJ83 at gmail.com and 2. Arthur are all the contacts currently in your system. hop. Yaxshi chiqarib beryapti. Keyin biz buni system promptda ya'ni soddaroq qilib javob qaytar deb qilsak bo'ladi. Hop, bu ishladi. Always give simple answer. Simple and short answer. Hop. How many clients I have and I want their names. O'zi katta bu yerdan search kontaktlarni qidiradi. Bizga javob beradi. Bu nima qilyapti? Hop. Yoki You have 2 clients, N1. Walker, HVJJ83 at gmail.com 2. Arthur, Muadinavumajin17 at gmail.com. Xullas, yana bunga ko'proq narsalar qo'shsa ham bo'ladi. Javob qaytarishi yaxshi bo'lyapti. Yana bunga agar AI modulimiz ancha yaxshiroq bo'lganda, misol uchun ChatGPT'nikini ishlatganimizda, OpenAI bundan ham zo'r javob qaytargan bo'lardi. Mana bu toollar bilan ishlashida ham ancha zo'r yaxshiroq ishlab beradi.